Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan joriy yilning aprel oyi korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan partiya faollari hamjihatlikda aholi orasida bo'lib, korrupsiyaning mamlakat rivojidagi salbiy oqibatlariga qaratilgan targ'ibot ishlarini uyushqoqlik bilan amalga oshirmoqdalar. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Partiyaning viloyat kengashi hamda advokatlar palatasi hududiy boshqarmasi Xorazm teleradio kanali bilan hamkorlikda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida tashkil etilgan tadbir aholini korrupsiyaga qarshi kurashishdagi faolligini oshirish, qonun ustuvorligi garovi mavzusida bo'ldi. Unda Urganch shahridagi Al-Xorazmiy nomli mahalla faollari, mazkur tibbiyot muassasasidagi boshlang'ich partiya tashkiloti a'zolari, hamkor tashkilotlardan mutasaddilar, partiya faollari, deputatlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Targ'ibot tadbirida huquqshunos mutaxassislar va boshqalar so'zga chiqib, korrupsiyaning mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarga katta to'siq va tahdid ekanini ta'kidlab, korrupsiyaning jamiyatimizga yetkazayotgan zarari hamda korrupsiyaning turlari to'g'risida aholiga xalqchil va hayotiy misollar bilan tushuntirdilar. Viloyat kengashi tomonidan tadbirlarni o'tkazish uchun tuman, shahar, chekka qishloqlargacha reja dastur qilib olganmiz. Reja dasturimizga asosan 9 ta idora tashkilotlarida hamkorlik kelishuv reja dasturini tasdiqlab oldik va ular bilan hamkorlikda tadbirlar o'tkazmoqdamiz. Mahallalarga chiqqanimizda mahalla aholisi bizdan juda ham yaxshi qarshi olmoqda. O'zlarini qiziqtirgan savollariga batafsil javob olishmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashda aholi faolligini oshirish borasida ishlar olib bormoqdamiz. Tadbirlarimiz natijasida aholining siyosiy huquqiy bilimlari mustahkamlanmoqda. Darhaqiqat, korrupsiya har qanday jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy hayotiga xavf soladigan, qolaversa, mamlakat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan illatdir. Uchrashuvga yig'ilgan davlat xizmatchilari yana bir bor ogohlikka chaqirildi. Ta'kidlanganidek, korrupsiyaning jinoyatlar, demokratiya va inson huquqlari institutlarining mustahkamlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Jamiyatdagi tinchlik va osoyishtalik, adolat, qonun ustuvorligi kabi ijtimoiy huquqiy qadriyatlarning buzilishiga olib keladi. Partiya faollari tomonidan hayotga tatbiq etilayotgan bu kabi o'nlab tashabbuslar xalqimiz farovonligi, mamlakatimiz rivojiga xizmat qilish bilan bir qatorda xalqimizning davlat va jamiyatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash omili hisoblanadi.